Tasavvur qiling, bir bomba bor. Yadro emas, ammo butun hududni bir zumda hayotdan tozalab tashlaydi. Ko'pchilik eng dahshatli qurol bu yadro bombasi deb o'ylaydi. Ammo bugun sizlar bilan gaplashadigan qurollar yadro emas, ammo undan kam kuchga ega emas ham. Bu qurollar urushni e'lon qilmaydi, lekin dushmanni ruhiy jihatdan sindiradi. 2017-yilda shu kabi bitta bomba tashlanadi. No atom, no radiatsiya. Ammo portlash shunchalik kuchli ediki, uni kilometrlab uzoqdan sezishadi, yer ostida ham eshitishadi va butun dunyo jim bo'lib qoladi. Bugun sizlar bilan barcha bombalarning onasi, ichkaridan yo'q qiluvchi qurollar va hatto portlashsiz ham halokat keltirib chiqaruvchi bombalar haqida gaplashamiz. Bu dasturimiz insoniyat yaratgan eng qo'rqinchli qurollar hikoyasi bo'ladi. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti Usmoniylar davri retsepi asosida yaratilgan va zamonaviy yondashuv bilan takomillashtirilgan. Haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, zamonaviy formulada qayta ishlangan tabiiy kuch, urolog mutaxassis Yunus Tur tavsiyasi asosida ishlab chiqilgan. 17 xil tabiiy giyohdan iborat kuchli kompleks prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri birinchi kunlardanoq sezila boshlaydi. Ramazon oyi oldidan organizmni tayyorlashga, ro'za davomida esa tanani tabiiy qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. GBU-57 yer ostini yorib kiradigan bomba. GBU-57 Amerikaning Moabidan ham og'irroq bomba hisoblanadi. Ammo uning asosiy kuchi portlashida emas, balki yer ostiga chuqurroq kirib borish qobiliyatida. Ushbu bomba juda katta tezlik bilan yerga uriladi va o'nlab metr beton yoki tuproq qatlamini yorib o'tib, faqat shundan keyin portlaydi. Shu sababli GBU-57 yer ostida joylashgan yadro obyektlari, maxfiy bunkerlar, raketa siloslarini yo'q qilish uchun mo'ljallangan. Ushbu bomba odatda radarlar tomonidan deyarli sezilmaydigan B-2 Spirit bombardimonchisi orqali tashlanadi hamda eng xavfli strategik qurollardan biri hisoblanadi. Portlashsiz halokat keltirib chiqaruvchi kinetik bombalar. Kinetik bombalar rasmiy ravishda tan olinmagan bo'lsa-da, harbiy mutaxassislar Amerika Qo'shma Shtatlari bu texnologiyalar ustida ishlayotganini taxmin qiladi. Ushbu qurollarda portlovchi modda umuman bo'lmaydi. Ular juda balanddan tashlanadi va nihoyatda katta tezlik bilan nishonga uriladi. Natijada portlashsiz, ammo meteor urilishiga o'xshash kuchli zarba yuzaga keladi. Bunday qurollar radiatsiya qoldirmaydi, ammo beton inshootlar va yer usti bazalarini ham yo'q qilishi mumkin. Barcha bombalarning onasi Moab. Bu qurol AQSh qurolli kuchlari arsenalidagi eng katta noyadro bomba hisoblanadi. U oddiy bombalar kabi yerga urilib portlamaydi, balki aniq balandlikda havoda portlaydi. Shu sababli Moab juda kuchli va keng hududlarga ta'sir qiladigan zarba to'lqini hosil qiladi. U portlash paytida havoda keskin siqiladi va bu to'lqin ochiq maydonlarni, harbiy texnikalarni, binolarni hamda g'or va tunnel ichidagi obyektlarni vayron qilishga qodir. Moab asosan katta hududlarni qisqa vaqt ichida tozalash va dushmanga kuchli psixologik bosim o'tkazish uchun ishlatiladi. Ushbu bomba tarixda faqat bir marotaba 2017-yilda Afg'onistonda real jang sharoitida qo'llangan. Bunkerlarda yashirinib o'tirganlar uchun termobarik bombalar. Termobarik bombalar ishlash usuli bilan oddiy bombalardan keskin farq qiladi. Portlash vaqtida ular avvaliga havoga yonuvchi modda tarqatadi, so'ngra esa uni birdan portlatadi. Natijada juda yuqori harorat va kuchli bosim hosil bo'ladi. Bu bosim yopiq joylarga, masalan g'orlar, bunkerlar va tunnel tizimlariga kirib borib, ichkaridan havoni keskin siqadi. Shu sababli termobarik bombalar tashqi tomondan katta vayrongarchilik qilmasligi mumkin. Ammo ichkarida bo'lgan tirik jon uchun o'ta halokatli hisoblanadi. Aynan shu xususiyatlari tufayli u eng qo'rqinchli noyadro qurollardan biri sifatida baholanadi. B-61-12 kichik yadroga yaqin bomba. B-61-12 texnik jihatdan yadro quroli hisoblanadi, ammo u an'anaviy yadroviy bombalardan ancha boshqacha. Uning asosiy xususiyati portlash kuchini oldindan sozlash imkoniyatidir. Bu uni kichik hududlarda aniq zarba beruvchi qurolga aylantiradi.
yuqori aniqligi tufayli B-61 katta shaharlarni emas, balki aniq harbiy obyektlarni nishonga olish uchun mo'ljallangan. Mutaxassislar aynan shu sababli B-61-12 ni eng xavfli qurollardan biri deb hisoblaydi. Chunki u yadro qurolidan foydalanish chegarasini ancha pasaytiradi. Siz bugungi qurollar orasida eng noodatiy va eng kuchlisi qaysi deb o'ylaysiz? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha